Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq Islom va biz programmamizning 51 sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, boshlangan kundan toki bugungi kungacha dinimizda har bir musulmon nayt ro'shan aniq tushunishi kerak bo'lgan masalalarni har bir bo'limda ayrim tema shaklda o'tirg'a qo'yib kelayotgan programmamiz davomlashyapti. Tünügün e'lonimizda bo'lgandek bugungi bosh temamiz islomning o'sak so'zlari haqida ki ko'rsatmalari temasida bo'ldi. Programmamizning doimlik mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydonda taqdim o'tadi. YouTube, Facebook orqali programmaga aloqador fikr takliflaringizni berishinglarni shunday umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishinglarni talab qilamiz. Programmamizga kirib ketsak ham biz o'tgan soatdagi programmamizni bu soat va oldimizdagi haftalarda yana bir son programmamizni shu har qanday bir jamiyatga ig'ir balo bo'ldigan o'tgan soatda masalan biz bo'linishning sabablari bir cemiyette qandaq fikirler, qandaq narsa o'tirg'a chiqqan vaqtida u jamiyatni, u millatni buzib tashlaydiganligi, uni alg'a bostirmaydiganligi haqida to'xtalgan bo'ldik. Bugun bo'lsa, yana shu jamiyatdagi ig'ir kasalliklardan biri bo'lgan har xil tigi yo'q ushoq so'zlar, o'sak so'zlar bu haqida to'xtalamiz. Bu program bu sonda tugamaydi. Ha, shundaqla yana bir uqtirib qo'ydigan bir yangi bir sizlar huzurunlarga bilishinglar kerak bo'lgan narsa. Biz bugungi kungacha 50 son programma davomlashib tugaguncha har son, ya'ni angoz bo'lganda 1 soat yoki undan eshib ketdi. Ko'ruvchilarimizning bizga bergan fikrlari, qimmatlik takliflari sababli hammalarning ham vaqtini o'ylagan shaklda, to'liq boshdan oxir ko'rib foydalansin degan shaklda bundan keyingi bugungi sondan boshlab her son programımızı 30 minutda, yani yarım saate tüketişke bütün gücümüzle tirişimiz. Programımızın vakti texinbek kısqırab, körülmenler texinbek paylansın dep, bunu bilip kılışınlarını ümit kıldık. Başlasak ondan sonra ustaz, İslam'ınki ösek sözler hakkındaki körsetmeleri qaysılar degan sualdan başlasak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana Peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam dini ösek söz yoki fitne ig'voning shaxs, oila, jamiyat va davlatga elib keladigan xatarning oldini olish uchun bir bo'liq qoidalarni yoki ko'rsatmalarni yo'l qo'ygan. Bu ko'rsatmalarning birinchisi islom dinimiz har qanday bir musulmonni tiliga ega bo'lishga, tiliga ega chiqishga buyurgan. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte sizler cennet giriş için iki narsa kapolatlik qila olsanglar, men sizlarning cennet kirishinglarga kapolatlik qila olaman. Yani cennet girish için muhim iki narsa var. Mush iki narsani kapolatlik qila olsanglar, men sizlarning cennet kirishinglarga kapolatlik qilaman degan. Bu ishlarning birisi til. Tilinglarga ega bo'lib, tilinglarni durust, to'g'ri ishlata olsanglar, halol yo'llarda ishlata olsanglar, fitne g'aybatdan yoki suxanchilikdan yoki boshqa illatlar saqlana olsanglar, men sizlarning jannat kirishinglarga kepil bo'laman deydi. Payg'ambarimiz bu tilga ega bo'lishning nihoyat ahamiyatli ekanligini eskartib mundaq deydi. Kafa bil mar'i ithman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Bir insonning anglagan narsaning hammini her sorunda yoki her bozorda her o'rinda so'zlab yurishi, naql qilishi, hikoya qilib yurishi gunoh jihat yetib oshadi dedi. Yani bu insan boshqa bir gunoh izlamasmi, bo'lgan, putgan, to'g'ri bo'lgan, xato bo'lgan gapning hammani so'zlab yursa, ya'ni ma gap to'g'ri gapmi, xato gapmi, bu jamiyat chiqqan vaqtida boshqalarga foyda ekilamdi, ziyon ekilamdi, yoki musulmonning manfaatiga bo'lamdi, yoki uning ziyoniga bo'lamdi deb oldikani qaramasdan yo'tkavasa gunoh jihat yetadi. Bosh gunoh izlamasmi yetadi deydi. Xo'sh. Ya'ni shundaqla payg'ambarimiz iymonning salomatligi yoki iymonning shariat talab qilgandek bo'lishini tilninki yaxshi gap qilishiga yoki yomon gapdan o'zini saqlashiga
bağlagan. Mesela hadiste men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyaqul hayran aw liyasmut. İman davasını qılgan bolsaňlar, Allah'a imanım bar desaňlar, hem imandan asaslardan bolgan kıyamet günüge mi imanım bar deydigan bolsaňlar, musulman dağçılıkni dava qılgan bolsaňlar, men İslam üçün, vatan üçün, millet üçün İslamның körsetmesi boyunca yaşayman dep dava qılgan bolsaňlar, yaxşı gap qılыңlar. Davamlıq to'g'ri gap qılыңlar. Hayran de. Bu yerda hayırdan maksat yaxşılık. Yani özəngə mi yaxşılıq ayıb keldigan, qarindaşlarınğa mi yaxşılıq ayıb keldigan, cəmiyyətə mi yaxşılıq ayıb keldigan, millətə mi yaxşılıq ayıb keldigan, hatta sen qılmaqçı bolgan siyasi köreşke mi yaxşılıq ayıb keldigan, yaxşı gap qılın. Xoş. İmanın olsa müştaq qılsan. Bu imanның buyruğu, imanның taqazzası bu. Bu tilevler nima alaqısı, sözleşme nima alaqısı mı? İmanın bar dep da'vo qilsang, seninki so'zlayotgan, da'vatgan so'zing imandan ko'rsatmasi chiqib ketmas. İmandan ko'rsatmasi emas, yaxshi gap chiqsin og'zingdan. Bu musulmonlikning taqazzasi edi. Musulmonlikning sifati edi. Agar yaxshi gap bo'lmasa, yaxshi gap topolmasang, yoki yaxshi gap kallan kelmasa, yomon gapdan saqlanish uchun, fitna, ig'vodan saqlanish uchun, o'sak so'zlardan saqlanish uchun bir musulmonning izzat obro'yiga ziyo yetkazishdan yoki daxl tarz yetkazish saqlanish uchun sukut qildi. Og'zini yumdi. Özenge ega oldu. Bu hadisga falyasmud. Yaxshi gap qil yoki falyasmud shuk do'sin. Xo'sh. Ya'ni sukut qilsin. Bu sukut qilish qanday bo'l? Ya yomon gapni qilmasa, qaysi turdagi bir yomon gap bo'lsin. Buning doirasi kengri. Qilmaslik yoki bo'lmagan bo'lsa, jamiyatda bir qism insonlar tarafidan o'ttirilib chiqilgan yomon gaplar bor. Bu gaplar naql qilmaslik. Bu gaplarni paylaşmaslik, bu gaplarni mayli internetda olsun, WhatsApp'da olsun ve başka xas so'rlarda olsun, buni naql qilmaslikmi hadisninki falyasmud degan hukmining taqazzasi. Faqat og'zimdan chiqmaslar, mana men jim turdim-ku, ya gap qilmadim-ku desak bo'lmaydi. Og'zimizdan yomon gapni chiqarmaganda, shuningdek yomon gaplarni telefonimiz orqali, ekranimiz orqali, gazetlarimiz orqali yoki boshqa bir so'rlarimiz orqali o'tirib chiqamsa, balki uni bosira olsak, balki u gapning jamiyat chiqishining oldini ola olsak, u vaqtda biz hadisning ro'yiga amal qilgan bo'lamiz. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida, islom dinimiz yolg'on gap qilishni harom qildi. Hem o'sak so'zga yoki fitna ig'vo qilsak, buning ya hammasi yolg'on yoki hech bo'lmagan chaqda bir qismi yolg'on o'sak so'zning. Yolg'on gap qilish haromdir. Dinimiz musulmonni yolg'on gap qilmaydi deb sifatladi. Boshqa xatolik bo'lishi mumkin. Ezishi mumkin. Shariat cheklagan gunohdan birini qilib selishi mumkin. Lekin musulmon yolg'on gap qilmaydi. Yolg'on gap qilish kimning sifati desa, munofiqlikning sifatidir. Peygamberimiz hadisi aniq qilib, munofiqlikning belgisi 3dir. Bunun birisi gap qilgan chaqda xijil olmay, hayo qilmay yolg'on gapni qilaverdi. Xo'sh. Yani Peygamberimiz iyyakum vel kezib. Yolg'on gap qilishni ogohlantirib, yolg'on gap qilishning fosiqlik ekanligi, nifaqning bir alomati ekanligi, hatto inson kazzab degan yomon bir laqabninki çapılınıp kaldıqanlıqı, yoki ajda tamgının besildiğanlıqını ogohlantirib, iyyakum vel kezib. Yolg'on gap qilishdan saqlaninglar. Çaqçaq qilib bo'lsin, rost bo'lsin, yolg'on gapni saqlaninglar. Çünkü yolg'on gap insonni fujurga olib bordi, fosiqlik olib bordi, shariat harom qilgan ishlarga olib bordi. Bir inson yolg'on gap qiladi, yolg'on gap takrar davridi, yolg'on gap uning urf odatiga yoki turmushiga yoki odatiga aylanib qolsa, bu inson Allohning nazarida kazzab deb ataladi. Bu hadisninki so'z, Imom Muslim rivoyat. Hatto yuktab indallohi kazzab. Yolg'on gapni takrar qilaveradigan, xo'sh, o'zini bundan kontrol qilmaydigan inson kimsi birisi fojirdir, fosiqdir hadisda. Fujur. Ikkinchisi kazzab bu dedi. Şunu bir yerde fasık degan bu sifat çıkıp kalmaslık, hem kezzab degan bu sifat çıkıp Allah'ın azabıga düşkenmesi için yalgan gapten Müslümanı saklayış lazım. Üçüncüsü, İslam dini yolu koygan fitne pasat, yoki fitne ig'vo, yoki o'sak so'zlarning oldini olish uchun yo'l qo'ygan qoidalarning uchinchisi g'iybat qilishni harom qilgan. Endi bu o'sak so'z qarasak, yoki fitne ig'vo qarasak, bu g'iybatning bir qismi. Suxanchilikning bir qismi.
Bu qisqacha ifodalagan vaqtida Alloh taolo g'aybat qilishni insonning go'shin tirik yeganga o'xshash ig'ir jinoyat deb sifatladi. Biz hadis kirishi ilgari Qur'oni Karim qarasak, "Vala yagtab ba'dukum ba'da." Sizlar musulmonlar dedi. Oyatning 5'i qarasak iymonsiz. Musulmonsizlar. Musulmon da'vos qilgandan g'aybat qilmanglar dedi. Bir-biringlarga ziyonkashlik qilg'ashlik qilmanglar dedi. Bir-biringlarning aybini ko'chilamanglar dedi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi mayta. Sizlardan biringlar qarindishining go'shini ekkapasi. Ülük holat ekkapasi yeganlik kelamdi. Demak, sizlarning g'aybat qilganinglar tirik yeyman deganinglar dedi. Qarindishining go'shini ekkap, ham yapshuraq ekkasi yemaysizlar, faqat iftum xolamaysizlar. Qandoq bo'lib uningki izzat obro'yiga hurmatiga chaqilib, uning go'shini yeysizlar. Vattaqullah ushshon tepanglar. Diqqat qilinglar, chaqchaqildiga emas. Gapni devoldim deblam qildiga emas. Ma gap g'aybat kiramdu kirman. Bir qayrin musulmon qarindishimning izzat obro'yiga taqshamdu taqashmamdi. Buni o'ylab ish qilinglar. Ya'ni payg'ambar alayhisalom musulmonlarni mush g'aybatga qo'shimcha bo'lgan suxanchilik qilishdan ogohlantirib, la yadkhul jannata namman. Suxanchilik qilib jannat kiramaydi. Yani suxanchilikdan maqsad gap to'shig'ichi, birisining gapini yana birisiga olib xato tashviq qiluvchi, yoki o'zgartiruvchi, yoki fitna pasa sabab bo'luvchi odam jannat kiramaydi deb musulmonlarni g'aybat qilishda tamoman to'sqin. Ya'ni bu ish harom bo'lsa 100%. Haroqni qanday harom degan bo'lsa, bu g'aybat qilishmi shu darajagacha harom. Bu masalaga alohida qarindoshlar diqqat qilish lozim. To'rtinchidan, islom dini musulmonlarni anglagan har qanday bir gap so'zlarni maydonga chiqib so'zlab yurmasdan yoki uni bozorga solmasdan diqqat qilishga, ya'ni uning gunoh bo'lib qolmasligi yoki yolg'onchilik bo'lib qolmas uchun diqqat qilishga buyurgan. Ya'ni islom dinimiz anglagan har qanday bir so'zni deb yurish, naql qilib yurish bu gunohdir va yolg'onchilikdir deb baho bergan. Mesela Peygamberimiz hadiste kafa bil mar'i kaziben ay yuhaddisa bi kulli ma sami. Yuqorqi hadisning boshqa bir izohat. Bir musulmonninki anglagan gapning hammasi deb yurishi yolg'onchilik jatidir. Yetib oshidi. Men yolg'onchimi, yolg'onchi emasmi degan musbatga yoki mush o'lcham bavirishda anglagan gapning hammani hikoya qilib, hammani so'zlab torlarda, WhatsApplarda yoki so'rlarda deb yurgan bo'lsa, yolg'onchilik jati 100% yetadi bu odamga. Men yolg'onchi bo'lib qolmaysangiz, foydali gap bo'lsa boshqalardan, agar foydasiz gap bo'lsa yoki boshqalarning huquqiga daxl tarz yetkazgan gap bo'lsa, buningdan siz saqlaning deydi. Dinimizda mushunchalar aniq, ro'shan ko'rsatmalar bo'lsa-mi, afsuski musulmonlarning ichida bir qism insonlar borki, bular boshqalarning huquqiga daxl tarz yetkazishdan uchun qilcha hayo qilmaydigan, Allohdan qo'rqmaydigan bir qism mansabparast, bir qism shuhratparast, bir qism fitnaxo va bir qism mas'uliyatsiz insonlar topiladi, afsuski. 5-qoida islom dini yo'l qo'ygan 5-qoida har qanday insonning ish harakatining javobgarligi bor. Ya'ni islomda har qanday gap so'zning javobgarligi, mas'uliyati bor. Inson qanday bir gapni qilsin, qaysi bir vosita bilan qilsin, qaysi bir so'rinda qilsin, uning javobgarlik ta'tilamiz ta'til. Agar uningki qilgan so'zi o'sak so'ziga aloqador bo'lib qolsa, dinimizning o'sak so'ziga aloqador bir xabarni olgan bo'lsangiz, dastlabda bu rostmi, yolg'on buni tekshiring. Birinchi buyurgan ish. Demak, siz bir o'sak gap taqalgan bo'lsa, buni tekshirmay turib, yoki bu so'zdan jamiyatga chiqib qolsa, musulmonlar orasida qanday bir fitna fasodga yoki avotchi sabab bo'lganligini o'ylashmay turib qilaversangiz, ma ishingizdan xatarli ekanligiga diqqat qiling. Chunki siz qilgan har bir so'z yoki har bir ish harakatingizdan Allohning oldida javobgarlik bir kun ta'tilsiz. Bugun meni ko'rmadigan deyishingiz mumkin. Men o'zimning ismi bilan demedim, yolg'on ism bilan dedim deb yaygan bo'lishingiz mumkin. Lekin Allohning kamerasidan qochib qutulolmaysiz. Balkim insonlar ko'rmagan bo'lishi mumkin. Siz hujum qilayotgan yoki daxl ta'riz qilgan inson ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ammo har bir insonni kiroman katibin, har bir insonga
İnsanın kılıvatkan iş hareketlerini, onun sözləvatkan sözlerini davamlı kamera aldıgan periştinin bayışkenliğini, Allah'ın bu kamerası sizden kaçıp kılamayacağınızı çıkarır. Her minut, her sükunette insanın bütün işleri hatırlanmalı. Şuna bir yerde her birimizdeki sözləvatkan sözlerimizden ya kılıvatkan işlerimizden Allah'ın aldı. Hamam bir gün milyard insanların aldı da hesap kitap tatildığanlığımız ya cevapkarlık tatildığanlığımız oylaşımız lazım. Bunu oylagan vaxtda qaysı gapni deyish, qaysı gap demaslikka diqqat qiladigan bo'lamiz. Bu sebepten musulmonlar boshqalarninki izzat obro'yga munosabatli xabarlar yoki so'zlar bo'lgan bo'lsa, bu gaplarga ishinib ketishga ilgari rost shundaqmidi, rost undaqmidi deb ishinib ketishga ilgari dinimizdan buyruq bo'yicha mush gap rost gapmi yo yolg'on gapmi deb tekshirishi, buni aniqlashi bu dinimizdan buyruq. Agar mush dinimizdan buyrug'i bo'yicha har bir musulmon anglagan gap so'zlarni rostmi yolg'onmi deb ayirsa, rost bo'lsa rost bo'yicha muomalat, agar yolg'on bo'lsa buni axlatdan qadar cho'rib etsa yoki asos bo'lmasa uni e'tibor olmasa, uni boshqa taqib yurmasa, bu vaqtda jamiyatda fitna ig'vo yoki o'sak so'z tugaydi yoki paydo bo'lmaydi. Uning ustiga Qur'oni Karim musulmonlarni bir o'sak so'zni anglagan vaqtlarda, ya'ni bir fasik insonlardan, ya'ni ishonchsiz bir insonlardan, ya'ni yolg'on gapga otilib qolgan, davomli boshqalarning kaynidan gap topadigan bunday odamlarni xabar olsanglar, udli ishlab ketmanglar. Xo'sh. Udli uning gapini qabul qilmanglar. Uning gapini bir tekshiringlar. Agar rost bo'lsa, rost bo'yicha muomala qilinglar. Agar rost bo'lmay qolib qolsa, uni axlat cho'ritinglar. Qur'oni Karim bu vaqt biz ko'rsatib berib, ya ayyuhallazina amanu der. Mu'minlik xitobi, mu'minlar sizlarga da'vat qilmoqda. Agar sizlar bir fasik odam xabar etgansa. Xo'sh. Har qanday bir fasik, er olsun, ayol olsun, cho'ng olsun, kichik olsun, mansabda olsun yoki oddiy odam bo'lsin, har qanday bir xabarni etgansa, yolg'onchilik bilan danış qilgan, yolg'onchilik bilan to'nilgan, fitna fasad bilan mashhur bo'lgan deyli. Yoki mushunga o'xshash bir fasiqlik alomat tepildigan odam xabar etgansa, fatabayyanu tekshiringlar. Xabarni aniqlashtirishinglar. Oldirab hukm chiqarib etmanglar. Oldirab qarindishinglarga rost ayndamidi deb ishinib qolmanglar. Ma fasiqlarning so'ziga ishinib qarindishinglarga aziyat bermanglar. Agar sizlar bu fasiqlarning xabar ishinib qolsanglar, o'zinglarningki qarindoshlaringizga ziyo yetkazish orqali, uning izzat obro'ni to'kash orqali ziyo yetkazib qolasizlar, natijada pushaymon qilib qolsizlar. Chunki sizlar shariatning ro'yiga uyg'un ish qilmadinglar, shariat buyurgan ishni qilmadinglar, fasiq xabar etgas to'xtabdi demadinglar. Ma gap rostmi yolg'onmi demaylam. Manba surishtirmay, rost yolg'onlikni surishtirmay, taroziga solmay, buni qabul qilamdi, qabul qilmamdi aniqlamay to'xtanglar bozorga, buning hisobini sizlarga berasizlar. Chunki sizlar taqtish padanglar. Buning hassiz qo'shdinglar. Hech bo'lmagan chog'da ma munkar demadinglar. Fa tusbihu ala ma fa'altumlar. Pushaymon qilasizlar. Bu dunyoda ta'tisizlar, so'riqini qiyomat kunida so'ratsizlar. Shuning uchun diqqat qilinglar deb bu bir bo'lik ko'rsatmalarni yo'l qo'yish orqali islom dinimiz fitna fasodningki yoki o'sak so'zlarningki shaxslar, jamiyatda, millat va davlatga bo'lgan xatarni bu orqali oldini oladi. Hakikaten güzel bir eçipade. Yani bir hadistin bağı min husni islamil mar'i tarkuhu ma da ya'nihi. Yani yuqordagilarning hammasi bo'lmagan taqdirda mı? Yani bir Müslümanninki o'ziga aloqasiz bo'lgan bütün sirtin anlagan hamma narsalarga aralashib olib, hamma sohada so'zlab yurmasdan o'ziga aloqador bo'lmaganda tashlaganligining o'zimi shu insonninki islomining naqadar go'zal bir to'g'ri bir shaklda ketayotganligini bildirdi degan Rasulumuzning hadisimi. Bunun bir qo'shimcha bo'lsa kerak. Endi bu yerda oxirida mu'minlarga ana shunday fasiq yoki ishonchsiz bir insonningki bir xabar etgasi tekshiringlar, tekshirmasdan ishinib qolib qolsanglar oxirida pushaymon qilib qolasizlar degan oyat kelgan bo'ldi. Bu yerda ham insonning qalbida shunday savol kelmay qolmaydi. Qur'oni Karim bu yerda aldılan bu fasıq kelimesini to'xtalishdan burun agarda xabar etguvchi taqvodor biz yaxshi tunuydigan diniga, iymoniga biz ishonch qila oladigan kishi etgansa uni tekshirishga buyurilmadimi yoki bevosita uni elib taqatsak yoki boshqalarga desak
buldu degan gap chiqamdi bundan. Ayet fasih xabar etkisi dedi. Qaysi turdagi fasih? Buni muayyan bir odamga qaratib qo'ymaydi. Buni tekshirib olmasa yana bir savol chiqdi hattoki. Xabar epkaguvchi Qur'onning ta'biri bilan fasihlarning jumlasiga kiramdi. Masalan, siz bir salih bir kishimi boshqalar to'g'risida bir xabarni ep kelib, boshqalarning bir yaxshilik xabar epkasi va bir go'zal bir xush xabar deymiz hamda. Ammo biz men to'xtalayotgan narsa bo'libmi yoki bir shaxsning ustidan bo'lsin yoki davlatning ustidan bo'lsin, birilarininki musulmonlar yaxshi ko'rmaydigan yoki bir xato ishini ep qildi. Ma bunda qilibdi jumo yoki degandek. Ma bunda qilib etibdi degandek. Bu xabarlarni epkaguvchi Qur'onning ta'biri bo'yicha fosiqlarning kategoriyasiga kiramdi yoki bu yerda fosiq epkasi boshqacha, solih kishi epkasi boshqacha muomala qilsa degan gap bo'ladi. Buni turga ayirish lozim. Fosiq epkasi buni tekshiringlar dedi. Aniq ko'rsat. Agar bu yer xabar epkaga odam solih odam bo'lsa, ya'ni yaxshi odam bo'lsa, ya'ni hadis shunaslarninki qo'ygan o'lchim bo'yicha xabar qabul qilishga qo'ygan o'lchim bo'yicha adl, ya'ni odil sifatga ega bo'lsa, bu odamning xabarini qabul qilishga bo'ladi, elishga bo'ladi. Ya'ni bu yerda odillikning sifatlaridan birisi emassa, odamiygarchilikka zid ishni qilmagan inson bo'lishi shart. Hadis shunaslarninki qo'ygan tarozi bo'yicha odamiygarchilik zid. Masalan, fitna fasod terish, yolg'on gap qilish, g'ayvat qilish, suxanchilik qilish. Odamgarchilik zidmi emas? Zid. Xo'sh. Agar musha hadis shunaslarning qaysi bo'lsa, solih odam yoki adli suftiga tushib qolsa, u xabarni os bo'ldi. Yana bir qoida bu yerda, agar u odam solih odam bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa-mi, agar musulmonlarga foydali bir xabarni aytgan bo'lsa, u os bo'ldi. Agar uning aytgan xabari boshqalarningki huquqiga munosabatlik yoki boshqalarning izzat, obro' munosabatli bo'lib qolsa, dinimiz bu yerda har qanday musulmon yo'l qo'ygan bir qoida. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Agar gaping rost bo'lib qolsa, pakit aytgan. Pakit. Bu sababdan olimlarimiz nayt mashhur bir qoida yo'l qo'ygan xabar masalasida. In kunta naqilan fasihhadir. Agar sen boshqalardan xabar yo'tkab kelgan bo'lsang, kimdan bo'lsin, millatdan, davlatdan yoki bijadan sog'lom bo'lsin aytgan xabaring. Xo'sh. Va in kunta muddaiyan, agar ondaq mandaq deb da'vo qilgan bo'lsang, dalil aytgan. Bu islomning prinsipi. Xabaring bo'lsa sog'lomlikka kepillik qil. Agar da'vo qilgan bo'lsang, buni pakit keltir. Buni eklanmay qolib qolsa, bu o'lcham tushmay qolib qolsa, uni rad qilish lozim. U vaqtda to'kmat qo'rildi-da endi bu. Bu bir tarafi. Endi ikkinchi tarafi masalanki yolg'on xabarni olib kelganlar yoki o'sak so'zga tava xabarni olib kelganlar nima deb atash masalasi o'tiribdi. Bunaqa fosiq doirasi kiramdi bo'lsa, yolg'onchilik bilan to'nilgan, bir ish qatam yolg'onchilik emas, to'la yolg'onchilik bilan odatlanib ketgan, to'nilgan odam bo'lib qolsa, buning fosiq degan hukmni berishga bo'ladi. Chunki Qur'oni Karim la illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Agar munofiqlar haddini bilmasa, ham qalbida kesilib ola, o'zini to'namasa, hem bir yer quruq söz, o'sak söz, fitne, ig'van tarqitadiganlar hushini topmasa, ularning edipini beramiz. La nug'riyannaka. Edipini sen orqali bergizimiz. Enin kendim bularni o'ttaga yurtidimi, makondimi surgan qilishga duchor qilamiz. Thumma la yujawirunaka fiha illa qil. Mal'unin. Bu xil sifatga odamlar nifaqliq va qalbida kesili var, o'sak so'z taqatgan bu odam qadamsa mal'un la'nat kuchiraydi dedi. Qur'onning ayt. Meni so'zim emas. Mal'un aynan nega varsa aynan mas'ul la'natga duch keladi. Boshqalar tarafidan qog'il. Boshqalarning badduosi qoladi, yomon ko'rildi. Uxizu va quttiu taqdi. Agar davlat ishida davlatning hokim bo'lsa, yoki davlat apparatlari joyida xizmat qilayotgan bo'lsa, buning o'xshab fitna fasod terib jamiyatni egizpas qilgan odamlar bo'lib qolsa, bularning edipi jazosi uxizu va quttil taqtiladi. Mufsid sifati bilan, buzg'unchilik sifati bilan buni obdan edipini berish lozim. Bu
Ayet kerimininki ko'rsatmasi. Shuning uchun Qur'oni Karim bu yerda o'saksiz taqatqanlarni murjifun dedi. Ya'ni munofiqlikning sutini bir qator qo'ydi. Ya'ni bular munofiqlik qiladi. Agar munofiqlikning alamati bo'lib qolsa, dal fasiq degan shu. Unda o'g'ancha bu odamlarni, ya'ni o'saksiz taqtidigan, dalilsiz boshqalarninki izzat obro' chaqilib o'saksiz taqtidigan odamlarni fasiq deb sifatlasa, tushunib bo'lsa, dal tushadi. Shuning uchun olimlarimiz fasiq odamlarning xabarini qabul qilish qilmaydi. Ya'ni fasiqlik bilan to'nilgan, ya'ni bu yerda qanday fasiq desa, yolg'on gap qilish bilan fasiq bo'lgan. Masalan, mujtahid olimlardan Ibn Qayyimning izohatida yolg'onchilik jihatdan fasiqlik bilan to'nilgan odam bo'lib qolsa, buning xabarini guvohlikni ilishqi bo'lmaydi. Agar boshqa jihatdagi bir fasiqlik bo'lgan bo'lsa, masalan, birisi va namoz o'qimaydi. Fasiq mi desa, islomning ko'rsatmasi bo'yicha namoz o'qimagani fasiq. Lekin u yolg'on gap qilmaydigan, o'zining haddini bildigan. Aning fasiqligini bu yerda ishlatmaymiz. U boshqa turdagi fasiq namoz o'qimaslik. Agar uning kelgan xabari ishonchlik bo'lsa, ya'ni u odam boshqalarning ishonchlik deb to'nilgan bo'lsa, u madayir kirmaydi. Mayadik fasiqdan maqsad yolg'on gapni qilaveradigan, xizjil bo'lmaydigan, boshqalar qarchaplash, amroq yoki o'zini bozor selish uchun boshqalarning yuzini to'kish amroq. Bu xil odamlar bo'lib qolsa, buning xabarini elish qilmaydi, e'tibor berishga bo'lmaydi dedi. Xo'sh. Rahmat, güzel aytildi. Undaqda hamda islomning o'sak so'z yoki fitna ig'volarga taqobil turishdiki ko'rsatmalari. Biz ilgari so'zlaganimiz oldin olish qarta qo'ygan ko'rsatmalar. Endi bir jamiyatda bir fitna fasad yoki o'sak so'z yoki fitna ig'vo yuz bergan bo'lsa, buning qarta islom qanday muomala qildi degan masalada islomning buning qarta yo'l qo'ygan ko'rsatmalari, prinsiplar bor. Bu ko'rsatmalar tövendek. Buningda faqat bugun bir qanchani tilga olamiz. Qolgani Alloh nasib qilsin, davomlashtiramiz. Birinchisi, dinimiz musulmonlarni musulmon qarindishiga yaxshi o'yda bo'lishga buyurdi. Ya'ni bir musulmon yaxshi gumon qilinglar dedi. Yomon gumon qilmanglar dedi. Xo'sh. Adovatdan saqlaninglar. Yomon gumon qilmanglar. Sizlar musulmon qarindishinglarga hukm chiqarishdan ilgari, bir masalada andaq manda deb hukm chiqarmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarning qarindishinglarningki o'rnini qo'yib ish qilinglar. Hatta o'tgan sanda dedik-ku, Ibn Taymiyaning so'zini dedingiz. 40 qatim be. Yaxshi tarafiga olib boring. Bir gapni yaxshi tarafiga 40 qatim olib, 40 topa olmasangiz 41-qatimda bo'lsa deydi. Niyati yomon ekan deb 41-qatimda olib borsangiz bo'ldi. Olimlarimizning bu to'g'rida nurg'un gaplari bor. 70 qatim o'ylash kerak. Endi bu vaqtda Qur'oni Karim qarasa, Qur'oni Karim mu'minlar bilan bo'lgan, musulmonlar bilan bo'lgan aloqasini qanday bo'lib ko'rsatib berib, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minad-dhann. Mu'minlar xitob qiladi. Mu'minlardan 101. Musulmonlar bu illat 100 berib qolganlik dedi. Ey mu'minlar dedi. Ko'plagan gumonxo'rlikdan saqlaninglar dedi. Andag'miki, mandag'miki deb gumon yo'q. Shakva mandaq ishdan saqlaning. Dalil pok bo'lmagan ishdan saqlaning. Bilib qo'yinglarki, gumonninki ba'zi gunoh. Jinoyat. Allohning oldida yaqarab qolasizlar. Wala tajassasu. Musulmonlar. Musulmondan eyibini ko'chilmaydi. Navoid bir musulmon xatolashgan bo'lsa, buning xatoligi insonlarning haqqi emas, balki Alloh bilan bandaning orasidagi bir huquq bo'lgan bo'lsa, uni yushiringlar. Chunki hadisda bir musulmon ayibini yapsa, Alloh u insonning ayibini qiyomat kuni yapadi yo'gaydi. Masalan, biz namoz o'qimaydi deydilar farzan. Jamoat vaqti keldi, azon to'landi, namoz o'qimaydi. Masalan, da'vat qilindi namoz o'qimagan odam, dinga chaqirildi. Lekin bir xatolik yuz bergan bo'lsa, Alloh bilan banda orasidagi uni yapgan bo'lsa qiyomat kuni, senmi ayib bo'ldi birisidan qutulasan. Bu yer josuslik qilmanglar. Qachon xatolish haqida kalimalarni bellab turibdi. Ma'rab jumana ekan. Men musulmonning sufti emas, musulmon josuslik qilish musulmonning sufti emas dedi. G'aybat xo'rlik qilmanglar. Payg'ambarimiz bu vaqtda iyyakum vazan gumonxo'rlikdan saqlaninglar. Qattiq ehtiyot qilinglar. Ma'u qildigan ish emas. Chunki gumon so'zning eng yolg'on ashi.
Sizlar delil deb qarab qalmanglar buningga deydi. Mening gumonim bor deb gapni dabagan bilan akzabul hadis. Gumon so'zning eng yolg'oni shu dedi. Eng yolg'onchilik ma'vo deb bu qadar hujjatlar bilan dinimiz gumonxo'rlikdan ogohlantirgan. Ikkinchi qoida dinimiz asosi bo'lmagan xabarlarni naql qilishni harom qilgan. Ya'ni asos yo'q, so'z cho'chak, g'aybat, suxanchilik, yolg'onchilik degan qo'sh bunda xabar bo'lganmiz, buni bir yerdan bir yerga o'tkazishni nammam deblar. Ya'ni nammam degan hadisning ko'rsatmasi bilan suxanchilik cheklagan. Harom qilgan. Navoid bir jamiyatda yolg'on xabardan birisi yoki o'sak so'zdan birisi tarqalgan bo'lsa, dinimiz nima dedisi? U xabarning har xil so'rinlarda yoki har xil to'plar tarqalishga his qo'shamdimi-da? Belki sukut qilinglar. Yani sen az sözden tarqalışıga sen sebepçi olmadı. WhatsApp orqali gorpanga assang ma ishmayadi manda bo'libdi da. Tarqitib sen mes qo'shqin bo'lasan. Biz sizga agar bir nim bo'lgan bo'lsa, fitna fasod yuz bergan bo'lsa, yana bir tor orqali uni tarqitib bergan bo'lsang, sen shun sababchisiz. Hech bo'lmagan chaqda anlamagan bo'ldi. Ko'rmagan bo'ladi. Dinimizning buyrug'imush. Fitna fasod yuz bergan bo'lsa, buni azaytishning usuli anlamagan bo'lish, ko'rmagan bo'lish. Sukut qilish. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu vaqtda "Laula iz-sami'tumu zannal mu'minuna vel mu'minat bi anfusihim khayran." Aş quruq gapni algan vaqtinglarda. Aş o'sak so'zni algan vaqtinglarda. Aş fitni ig'voni algan vaqtinglarda va qalu haza ifkum. Nima uchun sizlar ochiq oshkor tuhmat deyilmaysizlar? Halbuki sizlar o'zinglarni yaxshi deb o'ylaganlar. Bi anfusihim khayran. O'zinglarni pok deb o'ylab qoldinglar. Yani biz yaxşı o. Bunu biz demedik o. Bizden ağzımızın çıkmadığınlar deb özanglarni yaxşı deb o'yladinglar. Lekin sizlarning qilgan bir mas'uliyatinglar bor. Sizlar yaxshi bo'lsanglarmi? Ma fitna fasoddan yoki o'sak so'zdanki jamiyat taqab musulmonlarning beshini og'ritmaslik uchun ipkum mubin ma tuhmat, ma asossiz gap, ma o'sak so'z, ma'ning ishonmanglar deb boshqalar amri ma'ruf nahy munkarni nima uchun qilmaysizlar deb Qur'on Karim musulmonlar xafa bo'ldi. Ajab yaxshi bo'ldi. Bu gapdan chiqqan ajab bo'ldi deb bu yerda dumboq chap biranglardimi? Chavoq chelanglardimi? Belki bir yerda asosi bo'lmagan, pok bo'lmagan bunday so'z bo'lsa, bir musulmon, ya'ni bir musulmon qanday mayli uning majburiyati. O'zim yaxshi bo'lgandan nima qarim deyolmaysizlar. Xo'sh. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida, dinimiz o'sak so'zlarning tarqilishiga yog' chachmanglar. Yoki uning kamera so'rin hazırlab bermang deydi o'sak so'zlarni. Uning fursat yaratib bermang. Balki o'sak so'z chiqib bo'shkididan chiqib yug'ishtirishtirishinglar. Bu sizlarning jamiyat qildigan majburiyatinglar. Yana oyat karim Nur surasi 16-oyatda "Valaula is-sami'tumu" ash quruq gapni, ash o'sak so'zni ang'ab vaqtinglar. Qultum ma yakunu lana an natakallam bihas. Nima uchun mandatsak bomba aytdi demaysizlar. Ma gapni qilmaydi yada demaysizlar. Ma gapni yozmayli deb nimish demaysizlar. Ma gapni qilsak to'g'ri bo'lmaydi, shariat ravo ko'rmaydi, nimish deyolmaysizlar buni edi. Qaysi bir sababdan bo'lsa nima uchun demaysizlar? Subhanak hada buhtan asos yo'q gap. O'sak so'z o'qisini deydigan, Parvardigorim sizlar ayb nuqsandan pak, ma tuhmat bo'lavdi, ochiq oshkormi ya buhtan bo'lavdi deb nimish bundaq deb gapni joyidan bosirib, bo'shkidilam aytib etmaysizlar. Ma'lum bir musulmonniki yoki jamiyat har bir musulmonniki o'zining jamiyatga qarta qiladigan majburiyat. Ya'ni pok bo'lsa aka yuqori deganimizdek agar pok bo'lmay qolsa, modda gapni demayli, buni taqatmayli, bunga his qo'shmaydi, bo'shga nimish yug'ishtirishga his qo'shmaysizlar deb Qur'on Karim musulmonlarga bu yerda xap bo'ldi bo'lsa, xap bo'ladi. To'rtinchi qoida, dinimiz boshqalarga munosabatlik ishlarni bazaga solib yurmang. Başkalarının hukuku münasebetli yoki başkalarınınki izzat, obro' tutishadigan ishlarni bazaga solib yurmanglar. Agar sizlar bir ishni tushunolmay qolib qolsanglar, bu ishni shu ish munosabatli kishilardan yoki mas'ullardan yoki shu ishning huddisidan chiqa oladigan odamlardan so'rashtiringlar. Bu eng muhim ko'rsatmalarning birisi. Masalan, Qur'on Karim Nisa surasi 83-oyatda va iza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawf adaubi. Agar bularga xotirjamlik aloqador, ya'ni xushallikqa aloqador bir xabar yetsin yoki xavf, endishiga aloqador, xo'sh, yoki odamning mijozini buzadigan
Bir şumbuy xabar yetsa, darhol azov bazog'isiga o'tadi. Darhol uni e'lon qilib o'tadi dedi. Darhol uni sazoy qilib hammaga chiqarib oldi. Ma qiliq musulmonga yarashmaydi. Musulmon qildigan ish emas bu. Ya'ni xushallik tava xabar bo'lsin. Uni tekshirish uchun uning rostida yoki musulmon jamiyatini egizpas qildigan, perishon qildigan xabar bo'lsin, yoki g'am andishiga soldigan xabar bo'lib qolsin, udullan uni bazoq solish bu to'g'ri emas. Xo'sh. Nima ish qilamiz amsat oyat ko'rsatib, "Wala raddu ila rasul va ila ul-amr minhu." Musulmon o'zi hal qilinmagan, yo tahlil qilinmagan, yo o'zi tushunmagan, yo aniqlayolmagan bir xabar bo'lib qolsa, buni dastlab payg'ambar hayot vaqtida payg'ambardan so'ragan bo'lsa, agar payg'ambar yo'q vaqtida islomdan ko'rsatmiz zolimlar buning hujjat bo'lsa, Qur'on sunnatda bu bo'sh yo'l. Agar ham umi bo'lmagan yangi bir masala bo'lgan bo'lsa, buni ulul amr mas'ullardan so'ragan bo'lsa, ishning tagi nima? Mayit nima deb bevosita shulardan so'ragan bo'lsa, bu ish oydinlashadi. Ening keynidan mas'ullarning qatoriga kirib ulul amr kirib, birisi idora jihatga mas'ullar bo'lib qolsa, yana birisi ishninki mayitini aniq ichib bera oladigan, ya'ni oshqulliqdanmi xoli, pasiblikdanmi xoli, ya'ni boshqalarga qarchaplash maqsad emas, ishni lilla o'tirib qo'yadigan bu odamlarga masalani topshirgan bo'lsa, la alimahul lazina yastanbituna masaldan hukm ola oladigan, tadqiq qila oladigan, izn oladigan, masalanki tagini ichib bera oladigan ma odamlar ishning tagini ko'rsatib bergan bo'ladi. Hepsi bu ayetning ko'rsatmasi bugun kunlikda amal qilinmaydi. Jamiyatimizga munosabatlik bira ish yuz bersa, endi xursand qiladigan xabarlar kelmaydi xalqimizdan. Chunki biz mustamlik tajovuzning ichida yashaganligimiz uchun xursand qiladigan bir xabar kelmaydi. Kapqasın bunu bir tekşiriş lazım, rasmi alğam. Çünkü bevosita aloqalashgan bo'lmagan vatan. G'am andishiga aloqador bir xabar vijadin kelgan bo'lsin, yo yuz bergan bo'lsa, buni hal qilishning yo'li bevosita mas'ullardan so'rashtirish. Yoki shu masalani izlab tadqiq qila oladigan bu odamlardan so'rashtirish. Xo'sh. Ulul amrning qator. Agar u yerda mas'ul istinbot qila oladigan, ya'ni shu masalaning tagini icha oladigan bo'lsa, uni agar u ocholmaydigan bo'lsa, masalan bugungi kunlik mas'ul deb bot kerak dernekni qurib olganlar chiqib, hammasi yarmaydi bunga. Istinbot qila olamiz, qilinmamiz. Masalaning tagini ocha olamiz, ocholmamiz. Shariatning ro'yi bo'yicha xalqqa to'g'ri tushuntira olamiz. Buni qarash lozim. Xo'sh. Men bu odamlardan so'rashtiringlar dedi. Vaqtimiz to'shib qoldi biraz. 5-qoida dinimiz o'sak so'zlarni taqishning oqibatining qanday natija olib kelganligi va jamiyat qanday balo olib kelganligida musulmonlarni ogohlantirgan. Masalan, Qur'oni Karim innallazi yuhibbuna an tashiyal fasha fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya vel ahireti. Mu'minlar orasida, musulmonlar orasida o'sak so'zlarning fitna ig'volini taqib ketishini yoki oyinda ishlarning avjalishini yaxshi ko'rdigan odamlar edi. Ma adam bilsinki dunyoda ko'giligi va buniki oxiratda ma azob elim, ig'ir azob qil. Dunyoda hamon bir kuni o'zi shu baloy musibatga duch keladi, oxiratda buniki ko'giligi bor. 6-si dinimiz o'sak so'zlarniki oldini olish uchun so'zlab qoldik. Deb tikanmish, bo'lab tikanmish, u bo'lab tikanmish o'sha budda gaplarni so'zlab yurishni cheklagan. Mesela Peygamberimiz hadis-i şerifte innalloha kariha lakum salasa. Allah yaman ko'rdigan 3 turli kishi bor. Birisi uyadunda bo'ladi, bu yer bunda bo'ladi. Dalil yo'q, bu gap demadi. Ikkinchisi Alloh sizlarga bergan ixtisosni to'g'ri yo'lda ishlatinglar. Uchinchisi foydasi yo'q, munosabasiz u Allohdan so'rab boshqalarni parishon qilmanglar. 7-si qoidaniki, islom desak, islom dini insonlarning izzat obro'yini qo'g'dashni farz qilgan. Shu sababdan insonlarning izzat obro'yini qo'g'dash shariatning eng yuksak maqsadi. Bu vajdan insonlarning izzat obro'yiga tajovuz qilish yoki izzat obro'yini to'kishni buni harom deb belgilagan. Shunga kishilarning izzat obro'yi chaqilishni harom qilganlik uchun tuhmatxo'rlik jazosini bunga bekitgan. Tuhmatxo'r. Ammo shada qisqa shaklda bir javob olsam, men insonning kallasiga kamay qolmaydi. İlk ayet yuqorida siz so'zlab o'tgan mu'minlarningki bir jamiyatda o'sak so'z ya bir narsaningki jamiyatning ichiga tarqalib ketishini yaxshi ko'radiganlarningki Alloh dargohida qanday sifatlanadiganligi, dunyo va oxiratda ularningki ig'ir azob bor ekanligi oyatlarida innallazina yuhibbuna an tashiyal fahishatu fil ladina amanu lahum. Bu yerdagi bu oyatda masalan bu yerdagi al fahisha degan, yani o'sak so'z yuqoridagi so'zlardan tilg'ilib o'tlar. Bu
Yani her qanday bir shaxsga aloqador so'z bo'lsa, bir musulmonninki o'zininki yo diniy jihatdagi yoki bo'lmasa muomala jihatdagi bir xatoligini ya uni berib yuziga deyish kerak, ya bo'lmasa oshkorlamaslik kerak, yo'shilish kerak dedi hamda. Qaysi vaqtida birining qilgan xatoligi qaysi vaqtda umumga xalqqa oshkor qilindi, ogohlantirish yuzasidan. Andaki ikkinchi bir savolim, tuhmatxo'rning islomdagi jazosi nima? Her bir musulmonninki emr-i ma'ruf, nahi munkar degan bu qoidaga asosan yaxshi tashabbus qilish, yomon ish bo'lgan bo'lsa, undan boshqalarni to'sish yoki ogohlantirish majburiydir. Xo'sh. Agar bir inson aniq bir xatolikni ko'rgan bo'lsa, ya'ni u insonning o'zi bilan tugmay jamiyatga aks ta'sir beradigan yoki ziyon olib keladigan bir xato ishni ko'rgan bo'lsa, uni ogohlantirish, uni tanqid qiladigan bo'lsa, ilmiy tanqid qilish, tuzadigan bo'lsa, to'g'ri yo'ldan tuzish uning majburiyatidir. Biz bu tanqid degan masalada keyin ayrim bir programma qilamiz. Buni qoida prinsipini. Bugun kunlik tanqid bilan bo'xton, tuhmat hammasi o'rlashib, kishilarni qaymoqda olmoqda. Biz bo'ldi. Ya'ni jamiyatga munosabatlik, boshqalarning huquqiga munosabatlik. Masala bo'lsa, bu masala qarta yuqori deganimizda shu odamda hujjat bo'lsa, dalil paket bo'lsa, buni desi bo'l. Agar dalil paket olmay qolsa, o masala o'tirg'a chiqib, bu yerda fitna ig'voga yoki o'sak so'zlar sabab bo'lsa, yuqorqi hujjatlarning asosan bu odam gunohkor bo'ladi. Chunki yuqori degan innaz yuhibbuna. Bir bo'lik odamlar bor, mu'minlar to'xtamay o'sak so'zlarningki tarqalib ketishi, mus so'zlar bilan jamiyat avval yaxshi ko'radigan, oshiq bo'lib qolgan, mushni bilan jon topadigan, demak, jon boqadigan odamlar bor. Bular dunyoda, oxiratda ko'rgilikka bor deb oyatda qattiq tahdidlaydigan bo'ladi. Şu bu temanın tafsilotini, mesela fikir erkinliği qanday bo'ladi, qachon tanqid bo'ldi, nimani tanqidlaymiz, nimani bo'xton deymiz, buni ayrim bir temaga qoldiraylik. Ikkinchi masala tuhmatning masalasida oyat karimida yuqorida oyatda to'xtaldik. Agar insonlarning izzat, obro', munosabatli tuhmat bo'lsa, samanina jalda degan bu oyatning hukmi bo'yicha 80 darajə cəzasını. Əgər bu dünyada məsələn hakimiyyət bo'lmaganligi, davlat bo'lmaganligi, yoki buni tadqiqlab, aniqlab, tekshirib, ma'noda jinoyat va ma'noda aniqlaydigan bir organ bo'lmay qolib qolsa, bu ish bu dunyoda ketgan bilan oxiratda ilohiy adolatning oldida bir taraf bo'ladi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi 51-sonimiz Islom va biz programmamizning bu yerda oxirlashdi. Biraz yana 5-6 minut 10 minutga yaqin ashyolatib qoldik. Sabr qilib ko'rib bag'anlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh umr bersa, yana bir qatim sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.